Hoş geldiniz arkadaşım, hoş geldiniz. Bugün sizlarga 3 xonali Istanbul City'dagi chiroyli xonadonimizni obzorini qilib ko'rsataman. 85 kvadratdan iborat 4-qavatda joylashgan kirosh qismimiz va bu yoqda domofonlarimiz bor, stroyni shkafimiz, oynali zonamiz bor. Yuringlar oshxonaga ko'ramiz. Oshxonamizda 4 tali stol stul, o'zini bu yoqda balkon qismi, shkaflari bilan tayyor holda. Bu uyimizda ozgina yashalgan, lekin holati juda ham chiroyli holatda turibdi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, barcha texnikalarimiz bor. Bu uyimizni shu yo'lagimizda aynan kirmoshlarimiz mana shu yerda joylashgan ko'rishingiz mumkin va yo'lak bo'ylab kelganimizda zal qismimiz, ya'ni mehmonxonamizga kiramiz. Bu Istanbul City'lik uchun hamma narsa turetskiy qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yumshoq mebellari, turetskiy gilamlarimiz, bu yoqda kattagina televizorimiz joylashgan va yuvinish xonamiz ikkita bu xonadonimizda ko'rishingiz mumkin. Bu birinchisi. Yo'lak bo'ylab kelganimizda bizning chat tarafimizda bolalarimiz uchun chiroyligina 2 kishilik yotoqxonamiz joylashgan, o'zining shkaflari bilan va kattalar spalniyasi. Kattalar spalniyamizni ko'rishingiz mumkin. Yorug', shinamgina va aynan bu tarafimizda o'zining sanuzel qismi joylashgan, ya'ni yuvinish xonasi ko'rishingiz mumkin. Hamma sharoit qulayliklarga ega. Xo'p, do'stlar, ya'ni arkadoshlarim, bu uyimizning narxi keladigan bo'lsa 162 ming narx etilyapti. Yana joyida naqd bo'lsa chiroy narxda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.